Assalomu alaykum hammaga. Xo'jobod Marina O'g'lani kanalimiz a'zolari. 6 kun oldin video qo'yib teruvdi ekan. Shu bo'yi suv qo'yib yo'q qilib qarab turdik. Bugun yaxshilab qarasam yana doimgidek marinalarimiz mega ko'p. Sizlarga ilinib yengil raspakov qilib video qilyapmiz mana. Terib ko'rsatamiz. Oldingi videomizda bitta akamiz yejavikani Madina Mas'udga o'rganib olib keyin video qiling debmiz. Yejavikani Madina Mas'udni yaxshi bilamiz aka. Oddiy xalq uni bilmaganlar shotut deb o'ylayapmiz. Ko'rinishdan u shotutga ham o'xshab ketyapti aka. To'g'ri gap. Biz o'zimiz ham yangi ekkanmiz, yangi ekkanimiz uchun sekin boshlab bitta nomini bilyapmiz. Bilganlar uchun nomini yozib ketasizlar kommentariyada. Kuzatib boringlar. Mana bu terilyapti. Oxiriga qadar terib hammasini qo'yaman. Ko'raverasizlar. Bemalol behijolat. Like partisiga bosib qo'ysalar ham yaxshi bo'lar biz kanalimiz rivoji uchun. Podдержка bo'ladi. Sizlarga ham ilhomlanib obunachilarimiz ko'pligidan videolar qilishdan ko'paytirishni boshlaymiz. Hozircha bir haftada 10 kunda bir video qo'yapmiz. Keyin balkim har kuni qo'yishga o'tishimiz mumkin. Sizlar podдержкаlar bilan adashmasam bu Delniva sortimiz. Yana bilmadim, bilganlar kommentga yozib ketasizlar qanaqa sortligini. O'ta shirin, mazali malina ekan. O'zi 50 xil sorti bo'lar ekan malinalarni. Ko'chati bizda hozir shundan adashmasam 4 xili bor yo 3 xili bor. Shunaqa. Qo'shimcha savol-javoblar bo'lsa keyingi videolarda yozsanglar aytib o'tib ketamiz. Savollarga javob berib o'tib ketamiz. Video ham qiziqarli chiqadi, ham ko'p prosmotrga ega bo'ladi shunda. Doim qaytarib aytaman, shu xatoni sizlar qilmanglar. Oraya pomidor ekilgan mana. Lekin yaxshi mevalari pishib qolibdi bu yerda. Shaydan udumli fotografaman deb o'ylamanglar. Malina sohasida yo'q malina bo'lishi kerak ekan, yo'q boshqasi bo'lishi kerak ekan xullas. Shu maslahatim sizlarga. Xato qilib qo'ymanglar.